Afg'onistonning o'zida kuniga 600 tonna neft qayta ishlab chiqariladigan zavodga kelganmiz. Do'stimiz Suhrob akamizning zavodlari. Aka, bu zavodni qachon qurdingiz? 2025da ochilishni qilgan edik. Mashalloh. Bir yilda. Yaqinda bo'pti. Ha, Zavodning umumiy maydoni qanaqa? 50 000 kvadrat. 50 000 kvadrat. Bundan tashqari hozir yana ikkinchisini ham quryaptilar. Ikkinchi zavodlari bir kunda 1000 tonna ishlab chiqariladigan zavod qurilyapti. Aka, sir bo'lmasa, ushbu zavodga qancha sarmoya kiritgansiz? Bu sir. Bu joyda ishlab chiqariladigan mahsulotlar qaysi bozorlarga sotilyapti hozirgi kunda? Afg'oniston ichki bozorga. Ichki bozor. Nimaga tashqariga chiqarmayapsiz? Ichki bozor kattaligi uchun talab ko'p. Nechinchi yilsiz? 98. 98-yil do'stimiz Afg'oniston xalqi uchun shunaqa xizmatlar qilib, mana shunaqa zavodlar qilib, shuncha pulni tikib, mana shunaqa ishlar qilayotganlarini ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim. Aynan shunaqa zavodni yana boshqa davlatlarga ham qurishni rejalashtiryapsizmi? Inshaalloh plan bor. O'zbekistonda qilmoqchiman. Mashalloh, O'zbekistonda aynan shunaqa zavod yoki bundan kattarog'ini qilasizmi? Shu ikkinchi zavodimda xuddi shunday qilmoqchiman. Sutkasiga 1000 tonna ishlab chiqaraman. Mashalloh. Nima deysizlar? Aynan shunaqa zavod O'zbekistonda qurilsa, qanchalik bizga foyda keltirardi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.